Mektepte stol degan narsalar qabul etadi. Sizlardan oldin bizni klas boshlab bergan, sizlarga mana arkada shu ishingizga revanş. Shu sizlar olib kelganlarda o'qituvchilar o'qitib, sizlar o'shan yaxshi o'quvchilar yetishadi degan umiddaman. Sizlarga cho'ng uy bilaningizlarga hamma bosh bo'lingizlar. Yana bizning mana shu 44-maktabning matematika fanlaridan eng katta baza bor bu yerda deb o'ylayman. Sababi shu maktabda o'qib, bizning Sayjoy akademik liseyda ta'limini davom ettirayotgan o'quvchilarimizni qo'llab-quvvatlashlaringizni so'rayman. Sababi bizda Suyunova Mohira degan o'quvchimiz Sayjoy akademik liseyini bitirdi va u 44-maktabni bitirgan. Hozir grant asosida Milliy universitetning matematika fakultetida tahsil olmoqda. O'zimiz liseyda o'qish jarayonida qanday edi? Matematika olimpiada in Aziya olimpiadasida, xalqaro matematika fani olimpiadasida bronza medalni qo'lga kiritdi va undan tashqari Vimi olimpiadasida bu qizimiz matematika fanidan kumush medalni qo'lga kiritdi hamda Gonkong xalqaro matematika fani olimpiadasida oltin medal qo'lga kiritdi. Mana shunday o'quvchilarimizni yetishtirgan shu maktab jamoasiga katta rahmat aytamiz. Chunki bizning lisey jamoasiga masalan birdan ko'p oltin, kumush, bronza medallar olib kirgan bo'lsa, 3 tasini o'tgan yili mana shu qizimiz olib berdi. Va men shu lisey maktab jamoasidan nimani iltimos qilaman? Ustozlar, juda qattiq iltimos qilaman sizlardan. Sababi shu maktabdan oltin, kumush, bronza medalini bilan bitirgan o'quvchilar chiqmaydi-da. Sababi juda ham yaxshi o'qishadi. Shuni imkon qadar o'quvchilarimizni bundan keyingi bitirayotgan o'quvchilarimizni qo'llab-quvvatlanglar. Sababi biz Suyunova Muniraga lisey jamoasidan oltin medal berolmay qoldik. Sababi o'rta maktabni bitirayotgan paytda u qaror bor ekan, o'rta maktabdan shu nima desam ekan, oltin yo kumush medal olib chiqish kerak ekan ular. Liseyda butun to'liq 5 ga o'qidi, 3 ta boyagi medallar olib berdi. Biz unga oltin medalga tavsiya etib turgan joyimizda maktabdan nima desam ekan, baza yetishmay qoldi. Shuning uchun o qizimiz ola olmay qoldi. Lekin men o qizim bilimiga shak shubhasiz ishondim. Mana grant asosida ta'limda davom ettiryapti. Bundan keyingi o'quvchilarimizga imkon qadar shu ustozlar kollektivi mayli bitta fandan 4 bo'lsa bo'lsin, lekin shuni ham imkon qadar yoshlikdan nima desam ekan, talanti bor, bilimi bor o'quvchilarni qo'llab-quvvatlasangiz, ertaga sizning maktabingizga ular ulkan yutuqlar olib kelishiga men ishonaman. Ustozlar kollektivi bunga sizning bilimingiz, salohiyatingiz barchasi yetadi. Sizlarga katta rahmat aytaman. Rahmat, ishlaringizga ig'lik